Madina shahri Yasrib deb atalgan va u xurmo daraxtlarining ko'pligi bilan ajralib turardi. U ikki qora toshli tog' o'rtasida joylashgan edi. Janubda Ayr tog'i, shimolda esa Uhud tog'i bor edi. Uylar loydan emas, toshdan qurilgan edi. Payg'ambarimiz masjidi shaharning o'rtasida joylashgan bo'lib, barcha yo'llar masjidga olib borardi. Uning tomi xurmo navdalaridan yasalgan bo'lib, oxirida kambag'al va miskinlar uchun ajratilgan suffa deb nomlangan joy bor edi. Bular Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarining hujralari, Oysha onamizning hujrasi, Ali va Fatima Zahra onamizning hujrasi, Zaynab onamizning hujrasi, Ummu Habiba onamizning hujrasi, Juvayriya onamizning hujrasi, Sofiya onamizning hujrasi, Savdo onamizning hujrasi, Ummu Salama onamizning hujrasi. Bu yerda Umar ibn Xattob va Abu Bakr Siddiqning uylari joylashgan. Bu yerda Amr ibn Os va Xolid ibn Validning uylari joylashgan. Baqiy qabristoni shaharning sharqiy qismida joylashgan bo'lib, u yerda Rasulullohning ko'plab sahobalari va ayollari dafn etilgan. Bu yerda Usmon ibn Affonning kichik va katta hovlisi bo'lib, Abu Bakr Siddiqning ikkinchi uyining yonida joylashgan edi. Bu yerda Saqifatu Bani Saida ayvoni joylashgan bo'lib, u yerda sahobalar Rasulullohning vafotidan keyin musulmonlarga xalifa saylash uchun yig'ilishgan. Bu yerda Abu Talhaning bog'i bo'lib, uning qudug'i ham bor edi. Alloh taoloning sizlar o'zingiz suygan narsalardan ihson qilmaguningizcha hargiz yaxshilikka erisha olmaysiz degan oyat nozil bo'lganda, Abu Talha shoshilib Rasulullohning oldilariga keldi va ya Rasululloh, eng yaxshi ko'rgan molim shu bog'im, men uni Alloh yo'liga topshirdim dedi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uning bu ishidan xursand bo'lib, barakalla, barakalla, bu juda foydali tijorat bo'ldi, ey Abu Talha deb marhamat qildilar.